19-oktyabr uy bozoriga kelganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bizni kuzatib turing. Arzon variantlarni qo'yib boramiz. Uy bozorida mana odam gavjum. Ko'rib turganlaringdek. Yunusobod 15-kvartalda mana bitta yaxshi variantimiz chiqdi. 3 xonalik, 3-etaj, 4-etajga dom ekan. Kvadrati 71 kvadrat. Bu narxini bo'lishi nech bo'ldi o'sam aka? 68 ming deb turgan ekanlar. O'tadigan joyi bormi? Mana joyida anaqaga chiqsanglar, o'tib beradigan joyi bo'ladi. Nomeringizni ayting ham aka. 93lik kodi bilan 990 68 74 64 ekan. Aloqaga chiqinglar. Arzon uy qidirayotganlar mana ko'rishingiz mumkin. 24 ming dollarga o'zini kvartirasi ekan, 77 seriya. Balkon 2 ga 6, 3 xona 4 etajkani 4-etaji. Общий kvadraturasi 70 kvadratdan oshiqroq ekan mana. Pastda egalar nomerlari bo'ladi. Aloqaga chiqinglar. Bu manzili Qibray tumani Mayskida ekan. Bosib boradigan joy ekan. Bir xonaning puli ham emas, даже 3 xona. Chilonzordan uy qidirayotganlar diqqatiga mana 2 xona 3 xona qilingan, 2-etaj 5-etajga dom, 2 ga 6 balkon ekan, 54 kvadrat, remont o'rta. 61500 dollar deb turgan ekan. Nech pul qilib berasiz aka? Sizni kanalingizdan borsa 60 ming qilib beraveraman. 60 ming ekan mana bu. Bosib boradigan joyi. Remont qanaqa? Remont o'rtachami? Remont o'rta, yashasa bo'ladi. Tak, yana mana bitta variantlar bor ekan. Chilonzor 21-kvartal, Arinter Zax. Bir xona 1-etaj, 4-etajga dom, 34 kvadrat, 1,5 ga 3 balkon. Yaxshi toza remontda mebel texnikasi bilan ekan. 45 ming dollar deb turgan ekan. Bundan ham o'tadigan joyi bo'ladimi? Bor, o'tadigan joyi. Mana pastda egalar nomerlari 97lik kodi bilan 630 74 74. Aloqaga chiqinglar. Telegramda yozsanglar, rasmlarini ham tashlab beradi. Bosib boradigan joyi. Mana arzon uy qidirayotganlar diqqatiga mana tak Chilonzor Oqtepa Kurukdan Oqtepa Sohilbo'yi domlarining shunday ro'parasida kanalning bu yoq betida ekan. 2 xonadan 2 xonalik bitta qilib sotilayotgan ekan. Remonti o'rtacha ekan. Общий 2 xonaning narxi 55 ming dollar ekan. Bu juda zo'r narx. 25 ming dollar, 27500 dollardan tushyapti. Juda zo'r. Bosib boradigan joyi ekan. Bu dom galerika dom ekan. O'shaning uchun arzon qo'yilyapti, 1-etaj. Bosib boradigan joyi. Juda arzon variant. Yaxshi variantimiz mana sotuvga qo'yilayotgan ekan. Yunusobod Manzara Novostroykasida. Bir xona 43 kvadrat, 9-etajkani 9-etajda 53 ming dollar deb turgan ekan. Nech pul qilib berasiz aka buni? Aka 58 deb chiqarib edik, 53 ga berib yuboramiz. Srochnolik uchun. Yana ustida o'tib beramiz. Hozir mebel texnikalari qoladi. Mebel texnika, sterelka bilan xolodilnik ketadi. 400 dollarga arenda qo'ysa bo'ladi. Bemalol. Pastda egalar nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Bosib boradigan joyi ekan. Chilonzordan uchastka sotilayotgan ekan. Beshqo'rg'on mahallasi, Arinter ipotram ro'parasi ekan. 2,6 sotuk, 3 xona. Fasadi 20 metr ekan. Narxi 72 ming dollar deb turgan ekan. Nech pul qilib berasiz aka? Oga 70 ming qilib bering, 69 ga klientim bor. 70 ming yana taqilgan joyi ekan, 69 ga so'rab turgan ekan, bermaydigan ekan. Pastda egalar nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Bosib boradigan joyi ekan. Yaxshi variantimiz sotib qilyapti. Novostroyka, Sergeyli Raddomning oldidan 3 xona, plus hol. 90 kvadrat, 8-etajga, 8-etajda 10-etajga dom ekan. Ikkita sanuzil, balkon, narxi 73900 dollar. Buni bo'lish narximi yo o'tib beradigan joyi bo'ladimi? 75 ga ham sal oldin berilmagandi, 77 deb turilgandi o'sha payti. Talashib tortishib 90 kvadrat, 3 xona plus bitta hol, ya'ni 4 xona salkam. 90 kvadrat. Ikkita balkon, ikkita sanuzilga ega. Faqat naqdga sotilinadi. Ustida yana gaplashamiz. Bosib boradigan joyi ekan, mana remontlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Remontlari toza remont, remontdan keyin shu holatda turibdi. Mana pastda egalar nomerlarini qoldiramiz, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Mana algoritm Ahmad Jujani shundoq yonida 3 xona, 4-etaj, 9-etajga domda. Bu spes bilan dom ekan. Bu gazdami yo elektroplitami? Elektroplita 50% skitkasi bor. Elektroplita 50% skitkasi bor ekan. Xonalari alohida 83 kvadrat, narxi 86 ming dollar. Bu taqilgan narximi yo o'tiladigan joyi bormi? Bu boshida 90 deb turilganda, hozir 86 ga beriladi. Ya'ni ustida gaplashinglar ozroq. Joyiga borsanglar o'tib beradigan joyi bo'lar ekan. Pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Bosib boradigan joyi.